Yana bir bor hammaga assalomu alaykum. Bundan 1 soat oldin akkauntim chopilgan videoni olib chiqqandim. Chopishgandim. Xo'sh, mana hozir o'sha akkauntda ID'si bor. Menda akkauntimni даже akkauntga kirib bo'lmayapti. Mana Show Stark 78 uring. Даже kirib bo'lmayapti akkauntga. To'xtatib qo'yilgan, bloklangandi. O'zim noldan ko'targandim. Urvini 62 ligi uchun sotib olgandim. O'sha paytdagidek bir 300 ming so'mga olgandim. Akkauntni qiziqib, nikiga havas qilib, o'zim ko'taraman. YouTube'larda, Instagram'larda kontent olib boraman deb. Xo'sh, mana hozirda akkauntim yo'q. Mana shu akkauntda qoldim. Tak что kerak bo'lib qolsam, nima bo'lib qolsam, mana shu akkauntda bo'laman yaqinlarim. Komment, like'larni bomba qilib tashlaylar. Maksimalni tarqatinglar. Qo'lingizdan keladi yaqinlarim. Mani ko'ruvchi, kuzatuvchi yaqin insonlarim. Like'larni, kommentni bomba qilib tashlaylar. Xudo xolasa, inshaalloh Alloh nasib qilsa agar mana shu akkauntga yo danaq qilaman yoki boshqa akkaunt sotib olib, ana o'shanda kuchaytiraman. Bitta narsa hech qachon esingizdan chiqmasin. Yaqin insonlarimga tegishli, meni kuzatuvchi West O'zbekiston ahliga tegishli PUBG o'ynaydigan ig'rularga. Yaqin insoningiz bo'ladimi, akangiz bo'ladimi, akkauntni o'ynaganingizdan keyin 15 kun o'tganidan keyin men iltimos qilib qolardim, provaskalarni tozalanglar. Akam yo, ukam yo, tanishim deb qolib ketmasin. Meni holimga tushib qolmanglar degan maqsadda gapiryapman. Negativlarni ham kutib qolaman. Tak что joninglar sog' bo'lsin.